Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar Melih Ural kanalini ko'ryapsizlar. Bizning kanal korrupsiyaga qarshi kurash. E'tibor bersalaringiz. Hozir hamma joy bilmadim O'zbekistonda sotilyapti, u yoq ham, bu yoq ham korxonalar ham sotilyapti. Biz farzandlarimizni o'zi nima uchun o'qityapmiz? Men shunga hayron qolyapman. Xohlasa oladi ishga, xohlamasa olmaydi. Agar mana shu turishda 20 yildan keyin kamida 40-50% aholimizda qo'lida ishga yaroqli odam diplom bo'ladi. Bu diplom boshiga uradimi odamlar? Nima uchun bolalarni o'qityapmiz? Farzandlarimizni nima uchun buncha xarajat qilyapmiz? Hamma joy xususiy bo'lsa, davlatda ish qolmagan bo'lsa, bizni diplomimizni ko'tarib farzandlarni chet elga qullikka boradimi? Bilmadim. Yaqinda endi bilmadim, balsaxonalar ham bitta ikkitasi sotilyapti degan gap eshitdim. Agar nima bo'lsa ham yolg'on bo'lsin, agar Nishon tumani bansaxonasi haqida eshitdim. 5 etaj bansaxona shunday eshitdim. Nima bo'lsa ham yolg'on bo'lib chiqsin. Endi o'shani ham agar sotuvga qo'ysa bilmadim O'zbekistonda nima qoladi keyin. Mayli u sotilmagan taqdirda ham hamma joy sotildi. Diplom bilan xohlagan odam ishga oladi, xohlagan tashkilot fuqarosi. Misol Xitoylik bo'lsin, xohlasin bizda hindistonliklar olgan yerda korxonalar hindistonliklarga indirama deydi. Bu diplom o'zi nimaga kerak bizga? Hamma joy sotayotgan bo'lsalaring. Biz diplom bilan bir joyga ishga kirish uchun-ku bu farzandlarimiz umuman. Bu diplom ularga kerak emas, ularga umuman. To'g'risida ular o'zi xohlagan odamni ishga oladi. Chunki o'zini xohlagan odamni ishga oladi, xohlagan odamni qo'yadi. O'shanda ham tanish bilishchilik, korrupsiya, tepadan mansabga ishlayman desa biz farzandlarimiz olmaydi, uni hamma biladi. Ayniqsa menga o'xshagan korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bo'lsa-ku, farzandlarimiz umuman olmaydi. Chunki bizga korrupsiyaga qarshi kurashayotgan biz jamiyatimizda hozir umuman keragi yo'q. Bizga naborat pul oldi, berdi qilatgan, qo'pol qilib aytganda ko'tarilish uchun ham nima deydi, nima qilish uchun ham kerakli kadrlar kerak. Bizga o'xshagan farzandlari umuman kerak emas. O'rtoqlar, men hayron qoldim. Farzandlarimni nima uchun o'qityapmiz? Nimaga 11 yil farzandimizni o'qitamiz, yana 5-6 yil o'qitamiz. Yana o'qitganimizdan keyin ishsiz bo'lib chet elda yuradi. Hozir ham juda ko'p ishsiz, ko'p chet elda o'zini baxtini topayotgan ko'p, yo mardikorlik qilib yurgan qancha. O'rtoqlar, bu holat juda yomon ta'sir qilyapti. Nima uchun farzandlarimizga shuncha xarajat qilyapmiz? Kelajak nima bo'ladi? Men umuman tushunmay qoldim. Umuman davlat idoralari bitta ham qolmayapti, korrupsiya yo'qolsin, xususiylashsa deyapti, lekin menimcha battar botqoqqa botirib tashladi. Qancha xususiy bo'lsa, o'shancha firibgarlik, o'shancha korrupsiya, o'shancha rivojlanyapti. Bilmadim o'rtoqlar, jamiyat qayerga qarab ketyapti men bilmadim. O'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringizlar, men tushunmay qoldim.